Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Yoshlar O'smirlar nashriyati tarafidan 2008 yil 4-oyda ikkinchi qitim nashr qilingan yozuvchi Abdulla Talibning biografiyalik romani Qaynam o'rkishi. 5-bob. Davanlar aşqanda. Davanching tog' tizimlari orasidagi janub tarafga boradigan koridor yo'lining g'arbida tar jilg'ilar, to'qayliqlar Arva yo'lini bo'ylab uzoqlarga so'ziladi. Tağ idirliqlar arasida yo'l xuddi yılan bağırdek agir to'qay bo'lib birda so'lga birda o'ngga burilib ketadi. Teskay tarafdagi tağ jiralarida anda sanda talliq va qilin chatqalliqlar ko'zga tashlanib turadi. Jilg'ilardan sirg'ib tushgan buloq suvlari qo'shilib, hosil bo'lgan cho'ng o'stangning kumush suvlari to'qayliqlardan sho'x agib o'tib, harva yo'lga yandash bo'lib Taki padı saygan sayliqigacha shildirlab eqib turadi. Quyosh dal bosh ustiga qadalgan tush mezgilida harva padı saygan ustidagi davandin go'yo osmondan do'milab tushayotgandek to'qsun turpan o'ymonliqiga kirib bormoqda edi. O'ymonliqdan xuddi tonurning taptidek birdilla issiq shamol kelib, kishining demini siqib, tomoqlarni quritadi. Uzun ketgan ko'z yetmas sayliq xuddi tutunsiz yalqin ichida kuyayotgan vil-vil o'ynab yalildab turadi. Ko'k osmon gumbizi xuddi ko'mtirilgan qozon girvikidek ufuq bo'ylab g'arbda Olg'uy, Arg'iy buloq tog'lariga, shimolda Bug'da Davanching tog' tizimlariga, sharqda Yiroq Tarlang tog'larigacha yaqin choplashib turadi. Orlab qamg'oqlar orasida past agib yurgan qog'lar halqumlarini lapildatib qizib ketgan soy shig'illari ustiga dastlashga petnolmay qaqildab uchishib yuradi. Davandan ittik tushgan otlar amdi tuz soy yo'liga chiqib, ig'ir pushqurib, quyruqlarini shipanglatib, bir xil salmoqlik bilan ketayotadi. Arvakash kirilishib ketgan shafaq do'ppisini oldiga ittirib qo'yib, nimanidir yezish bilan band bo'lib ketgan shoirga ko'zining qiyrida qarab, kulimsirdi-da qisqa burtin silab turib, Ürümçide tolmagan depteringizni safarda toldiray dedingizmi uka? Uni buni deyish mağamsizlar. Bu uzun yollarni gap qilmay minib tugatkili bo'lmaydi-da, dedi. Bo'ladi aka, dedi Lutfulla Harvikashning so'ziga darhol kulimsirab javob berib, hikoyamni keyin yozay. Lutfulla chaqqonlik bilan qalam daftarini yig'ishtirdi-da, Harvikashning ko'ziga savol nazari bilan illiqqina qaradi. Siz tehi hikoya yozmoqchimidingiz, yigit? Belli, mundaqdana. Yo'lni karvandan so'ra, so'zni savdodin, bizdek yemigini o'q, kirmigini go'r qolgan odamlarning sarguzashtlarini ko'proq olsangiz, ajoyib yaxshi hikoyalarni yozib chiqa olasiz. Harvikashning ma'nilik so'zlari Lutfullaning qalbiga berib tegdi-da, u ixtiyorsiz holda, "Shundoq aka, to'g'ri dedingiz", dedi. Lutfulla Harvikashning ko'pni ko'rgan sarguzashtlarga boy odam ekanligini darrov payqab oldi. U mushu uzun safarida o'ziga yana bir Yasin Taranning hamroh bo'lib ketayotganligini his qilib, xushalliqi ich-ichiga sig'may qoldi va Harvikashni gap qilish uchun ko'nglida allaqanday savollarni tayyorlab, og'zini o'mallab turishiga qarshi tarafdan kelgan harvalarning birdan chiqqan ovoz Lutfullaning xayolini bo'lib tashladi. Qurban qilich, endi qaytdingmi? Harvalar tangla to'xtashdi. Tonush harvikashlar harvadan tushib yo'l bo'yida o'tirib, parangga kirishib ketishdi. Bu harvalar Qashqardan lang besib billa yo'lga chiqqanlar bo'lib, Qora shaharda bir-biridan ayrilib ketishgan edi. Ular bir haza paranglashib, so'zini oxirlashtirdi-da, keyin yana Qora shaharda ko'rishmakka va'dalashib, yo'lga ravon bo'lishdi. Qurban aka, dedi Lutfulla otlar izidan qo'zg'alib, ayol o'tmayla Harvikashga savol berib, sizni ular nimishqa qurban qilish deyishidi? Kelgusida Davanlar aşqanda nomli nodir asar yozishni qalbiga pukib ketayotgan yosh shoirni mushu savol bilan bog'langan yuksak ilhom yiplari mahkam chirmib oldi. Bu savoldan tug'iladigan hikoyalar uningcha Harvikashdan so'ramoqchi bo'lgan har qanday boshqa savollardanmi qimmatlik bilindi bo'lg'ay, ehtimolim u intilish nazari bilan qarab Harvikashdan javob kutadi. Lutfullaning savoli qurban qilishning xiyolini yiroq o'tmish sohillariga aketgan edi.
Uning oftoblik uzun safarda kuyib qaraygan chiroyi birdilla o'zgarib, oldingi kuni yo'lga chiqishdan bir kunla burun Urumchi o'ttir ko'vrik yenidagi Saqirchxonda takshi chiroyli qilib qirdirib olgan burutlari sal-pal titrab ketdi. Quyuq qoshlari ostidagi o'tkir ko'zlari qisildida cho'nqur nafas ilib turib, "Gapning yiltizini tepib oldingiz uka", dedi Qurbon Qilich otlarni bir takshi mangdirib qo'yib, bir yo'gam ochiq tamaki o'rab sho'rib olgandan keyin hikoyaga tushdi. Bu qiziq laqamni yechib berish uchun gapni uzoqdan boshlash to'g'ri keldi. Mening otam Qosimaxun dili yumshoq, mo'min bir kishi edi. Men u kamda texi kichik edim. U chog'larda zamon zo'rining tomosha ko'rning bo'lib, suv sayga pul bayga qatdi. Mushtum zo'rliq hukm suratdi. Oq ko'ngil odamlarning kuni ta'sidi. Harvikesh qo'lidagi tamakini yana bir qitim sho'rdida, orqadan tamaki isini osmonga purlitib davom qildi. Bir kuni yangi ambal kelibdi degan xabar yurt ichiga pur ketdi. Konisi bo'lsin, yangisi bo'lsin, hammasi fuqaron so'rash keladi. Lekin yurt beglari yangi ambaldan mansab tamak qilib, uningga par berish uchun yambu tayyorlashga aldirashdi. Oxir ambalmi kelibdi. Burun mansibidan qolgan Zoitbek To'ngchi orqali yangi ambalga 1000 sar kumush kirgizibdi. Uning raqobatchisi Avutbek 1500 sar kumush kirgizibdi. To'ngchining tapan haqqi texi uning sirtida. Yangi ambal qo'lga tushgan oljini to'mir sanduqqa qachlab bo'lib, biror haftalardan keyin beglarni Datang Yamuli ko'rishish zali g'a qichqiribdi. Arvokesh qo'lidagi tamakining oxirgi qismini yana bir sho'rab bo'lib yo'l tashladi-da davom qildi. Ambal Datangga kelganda xushomadchi beylar beshini yerdan uzmay kamalak bo'lib pullarcha ta'zim qilib turishibdi. Ambalchu uning beshida manjocha qora lampufdan tikilgan 8 taloliq qubba shakldagi qizil pupuklik taqiya, posma bo'k, uchisida qora dachan gullik tavardan tikilgan ikki yanchiki bar uzun chapan, uning ustidan yengiga oq shoy tutgan kang va uzun yanglik ham qo'ltig'idan 8 tugunchak izmilinadigan juyoza kamzul kiygan, taki so'ngga tushib turadigan bir tal o'rimchichi bor, putiga kuchi osmonga qarab turgan qilin chamlik latqay kiygan, qo'lida gullik bambuk yelpuch tutgan holda gidiyib benazar turibdi. Qani hozir ambaldarining farmonini olinglar. To'ngchining jakarisi eg'izdan chiqmay turib, baglar yana qulluq bildirib yerga ingishibdi. Ambal parini ko'prak bergan Avut bekka 8 miroblik suvni boshquradigan cho'ng baglik mansibini jakarlabdi. Avut xushalligida ambalga kuchlanib, tashlarini suyib, yana 50 yambu 1000 sar kumushni jaranglatib to'kibdi va minnatdorligida keyinchi mangan peti Datangdan chiqib ketibdi. Lekin az para bergan Zoitbekka so'z bo'lmabdi-ekan. U taqasizlanib asta To'ngchining qulqiga pichirlab, iltifot so'rabdi. Ambal buni sizib, "Tabushing" debdi. Til bilmagan Zoit yana darhol To'ngchidan "Ambaldarin nima deydi ekan?" deb yilinib turib olibdi. To'ngchi Zoitbekdan ilib qo'ygan parisining yuzini qilib uningga "Ambaldarin o'zlariga tabushing" mansibini iltifot qildi. "Taqsir" deb javob beribdi. Gap mushu yerga kelganda Lutfulla bilan Turdi Hüseyin o'zini besololmay qaqaqlab kulib, qiliqib ketishdi. Orqadan Lutfulla kulgisini to'xtatib so'z tuturib, "Hey nodon baglar, hey, is nodonlik. Zoit texi tabushing mansibiga ziyofat berib yurmgidi" dedi. "Rost tepib oldingiz, deganingizdagidek bo'pti", dedi Harvokesh so'zini davomlashtirib. "Tabushing mansibi jakarlangandan keyin Zoitning shodligi qin-qiniga sig'may, ot choptirib uyga borgan peti cho'ng ziyofat o'tkazib, hiliqi amalini yurt cho'nglari ichida rasmiy jakarlabdi. Qaranglar, zamonlardan beri xalq mushundaq odamlarning qo'lida talon-taroj bo'lib kelibdi. Qurbon Qilichning tarixiy hikoyasining texi yarmimi tugamagan edi. Harva 90 sayliqining ko'p qismini besib o'tib, Chekman Barat degan mahallaga yaqinlab qoldi. Mahalla yaqinidagi daraxtlarning bo'ron zarbidan kun chiqishga qing'aygan shoxlari barbara ko'zga aniq ko'rinishga boshladi. Birdan mangandan keyin Qurbon Qilichning harvasi udul tarafdan kelib patqoqqa petib qolgan
ustida lang besiqli harvaning oldiga berib to'xtadi. 2 kun burun chiqqan 10 bal qattiq bo'rondan keyin yaqqan yomg'ir davanching va olg'oy o'stingida cho'ng toshqin keltirib chiqarib, yo'llarni nobud qilayotgan ekan. Nurg'un odamlar uchiqoqlarini turib, patqoqda harva chaqini ittirishib, targa cho'mib ketishgan edi. Lekin choq qimirlabmi qo'ymaydi. Yo'l to'silib, Urumchi va To'qson tarafdan kelgan yo'lovchilar va harvalar yo'lning ikki qishida tezilib turardi. Quyosh borgan sari Kujay tağları keyniga surilmoqda edi. Boyqi hikoyaning davomini anglashga intizor bo'lib turgan shoir murojaat talaffuz bilan: "Qani Qurbon aka, gach qizning tilini ansizlar emish, harvayning tilini, otning xuyini siz bilasiz. Yordam qo'limizni sunayli" dedi. Lutfullaning so'zi harvakashga ta'sir qilsa kerak. Qurbon qilish darhol harva ustidan sakrab tushdi va bir kurakni oldida patqoqqa patqan harva chaqining oldidagi patqoqni chiqarib o'tib, o'rniga quruq shig'il to'kdi. Orqadan harvaning ustiga chiqib, qamchini havoda o'ynatib, qattiq ovoz bilan otlarni cho'chitib, oldiga devindirdi. Quloq tubida qarsildab yangirgan qamchi ovozidan cho'chigan maxluqlar birdilla sagetlashib, oldiga shundoq tortdiki, harva xuddi biri ko'tarib ilib qo'ygandek shippida qilib patqoqdan chiqib ketdi. O'zlarining qishiga to'shib ketgan yo'lovchilar, lang to'shig'uchi harvakashlar, Nansanning kuzgi bug'doy o'rimsidan qaytgan ishlamchilar Qurbon qilishga opirin aytishdi. "Qani, harvaga chiqinglar. Xayr xo'sh, biz mangdoq." Qurbon qilish yo'lovchilardan ayrilib yana chaqqonlik bilan harvasini To'qson bozorga qarab haydab mangdi. Bir oz mangandan keyin Lutfulla orqa tarafda ikki yo'lovchining piyoda kelayotganligini ko'rib qoldi-da: "To'xtang, Qurbon aka, to'xtang. Avo ikki yo'lovchini ilib olayli" deb unlik vaqirdi. Harvakash shoirning so'zini yermay, darhol harvani to'xtatdi. Yo'lovchilar yetib kelganda Lutfulla ularni harva ustiga taklif qilib chiqarib oldi. Bu ikki yo'lovchi asli To'qsondagi O'yman Karizning kariz chopchilari bo'lib, avloddan avlodgacha mushu kasb bilan shug'ullanib kelgan. Yoz va kuz oylari ular Nansanga chiqib baylarning o'rmisini o'radigan. 50 yaş atrofidagi seriq soqol, o'ruq kelgan yo'lovchining go'shsiz qo'vrig'lari 5 barmoqdek ochiq ko'rinib turardi. Har ikki yo'lovchining qo'vrig'i umurtqalari kamalak shaklda egilib ketgan edi. Bu ularning qorong'u va namkash cho'nqur karizligida qo'llariga jo'tu, tivar ilib uzun zamonlargacha ingishib turib, jafoliq ishlaganligining isbot tamg'isi edi. Tivar karizchilarning maxsus ko'mir asbobi. "Akalar, shu jafoliq karizligiga tushib yurguncha uncha jafo tortmay yashash iloji yo'qmi?" dedi Lutfulla karizchilarga savol qo'yib. Shoirning savoli oyoqlashishi bilan tangla heliqi bili kamalakdek egilib ketgan cho'ng yoshliq karizchining ko'zlaridan oqqan yosh munchoqlari Lutfullaga javob ishora bo'ldi. Bu kishining ichida to'plangan zarda tugunlar oz gap bilan yeshilmaydi. Uning lablari to'xtamay titrab turardi. İkinci karizchi darhol so'z qistirib: "Karizning tigiga tushmay, na haddimiz efendim. Bu yerda karizdan qaçsa nonsiz qoladi, bo'rondan qaçsa jonsiz" dedi. Karizchining bu oddiy, lekin ma'nisi cho'nqur va obrazli so'zini anglagan shoir birdilla xiyol dengiziga cho'kib ketdi. U xiyolini yig'ib, ikkinchi savolni so'ramoqchi bo'lganda, harva mahalla orasidagi yo'l ayrishga yetib keldi-da, karizchilar minnatdorlik bildirib, harvadan sakrab tushdi va o'zlarining yezisi tarafga ketib qolishdi. Qurbon qilich otlarning yurishini tezlatib, yotqudan burun To'qson bozoridagi Oqtosh saroyiga berib tushdi. Ertasi tong suzishi bilan tang harva arg'i buloq daviniga qarab minish uchun saroydan qo'zg'alib, saroy darvozasining o'ng yaqinidagi bir kichik va tomlari askrab ketgan ko'na oshxona oldida 5-6 minutcha to'xtadi. Qurbon qilich chaqqonlik bilan harvadan tushib, heliqi ko'na uyning oldida ikki qo'lini egiz ko'tarib duo qilishga boshladi. Lutfulla mutallib uchun bu yana bir yangi sir bo'lgan edi. Harvakash duodan keyin olqini bilan ko'zidan oqqan yeshini ertib o'tib, harva ustiga chiqdi-da, davom tarafga qarab haydadi. Quyosh bir g'ulaç o'rligicha bo'lgan ro'zgarda harva ustini butunlay jimjitlik besib ketdi. Lekin o't yurak shoir ortiqcha sukut qilishga chidamay, yana so'z aytishga majbur bo'ldi.
Chunki Lutfulla hayotni aniqlash bilim demakdir degan aqlli hikmatni kichkidan o'ziga angushlar bilib kelgan. To'qsunning yilonliq yesining oyog'idagi Jaran qaydi degan yerga kelganda shoir ig'iz ochdi. Qani Qurbon aka, fursat g'animat. Tungungi hikoyamizning quyruqini To'qsunning qumlari besib olmasin. Shoirning savoli Harvikashni qattiq kuldiribdi. Onun kulgisi to'xtagandan keyin orqasiga burildi-da, Lutfullaning qo'lini qattiq tutilib turib, "Yaraysiz shoir yigit, biz mana endi To'qsunning Buran yo'lidagi qum dövlaridan o'tib oldik. Siz degandek qum dövlari ostida besilib qolgan hikoya, xazinalar ko'p. Taklimakan qumliqidimi, Turpan, To'qsun qumliqidimi hikoya boyligimiz ko'p. Yozuvchining qalami gurjak bo'lib, hikoya xazinalarini qizib chiqara olsa, haqiqiy yozuvchi bo'la oladi. Cho'qim uni qizib chiqarish kerak uka", dedi. Harva pallimi-palli o'rlab, davonga qarab ilgirlamoqda edi. Bel Sirlangu nomli egizlikka chiqqanda Lutfulla orqasiga burilib qaradi. To'qsun go'yo bir cho'nqur qo'langan cho'ng o'choqqa quliqi bilan tang qilib esib qo'ygan qozondek bo'lib ko'rinadi. "Mana qarang", Qurbon qilib jiddiy talaffuz bilan Lutfullaning diqqatini o'ziga jalb qildi-da, so'zga kirishib ketdi. "Mening otam Qosim va shuningga o'xshash minglagan g'arib yetimchilarning o'ligi mushu jilg'ida qaga quzg'unlarga yam bo'lgan." Harvikash bu so'zlarni qilayotganda uning ko'zlaridan o't chaqnab ketdi. U hayajonlanib turib davom qildi. "Biz so'zimizni yana tunugun to'xtagan yerdan boshlaymiz. Shundoq qilib, Zoid bilan yangi ambal o'tirisidagi mansab sodisi yanala yavash fuqarolarning jiniga zamin bo'ldi. Zoid bek otamni Urumchiga Langsa sayisiga majburlab avatdi. Oylar o'tdi, yillar o'tdi, otam qaytib kelmadi. Biz 5 bola yetim qoldik. Men keyin otamning xun davosini qilib Zoid bek ustidan arz yozdim. Lekin beginga yetguncha bilan sunutdi degan rost bo'lib chiqdi. Aslida Hasi o'g'ri bilan Musi o'g'ri bir ekan. Menga oxiri hukumatga qarshi degan batnom chaplab meni osdi, urdi, gangizga bosdi. Tenimni tutma qilib etishdi. Texi o'lmakni ustiga tepmay qilib 3 oy Dengizxoniga qop-qorong'u zindonga solab qo'yishdi. Mana qarang, bu nohaqchilikni. Otasini o'ldir, bolasini ur, qama, zindonga tashla. Hey, riyokor olam. Mana ko'rgan kun shum tarix." Harvikash hayajonga to'lib qaynab so'zlayotgan paytda davom jilg'alaridagi o'liklarning qurib qolgan ustixonlaridan lo'qma cho'qilib yeb qo'yilgan qaga quzg'unlar to'p-to'p bo'lib uchib, past cho'qqilarga qo'nib yurishadi. Bu jonliq tragediya hikoyachining so'zini amaliy hujjat bilan isbotlab turadi. Qurbon qilish bu fojialik o'tmishga nafrat bildirib, ta'sirli talaffuz bilan "Hayot shundoq edi. Qullarning teriklarining beshida g'am bo'ldi. O'lganda bo'lsa, qaga quzg'unlarga yam bo'ldi", dedi. Harvikashning cho'nqur ma'nilik so'zlari Lutfulla mutallib bilan naburchik turdi o'zinga shunchalik qattiq ta'sir qildiki, ular o'z o'rinlaridan ixtiyorsiz qo'zg'alib, Harvining oldi shotsiga kelib o'ltirdi-da, har ikkilan intizorlik bilan Harvikashning so'ziga talpinatdi. Harvikash yanchuqidan yana bir o'ram ochiq mo'hraka ilib o'rab chekishga boshladi. Harva takshi jilg'ay yo'lga kirgandan keyin Qurbon qilib so'zini davomlashtirdi. "Meni 3 oydan keyin to'mirchi ustam Muhammad Shamshar bo'rin bo'lib hapsidan chiqib oldi. Lekin nohaqchilikka chidg'il bo'lsinmi? Intiqom yolqini vujudimni o'rtab, menga aram bermaydi. To'mirchi ustam Muhammad Shamshar intayin qaysar yigit bo'lib, mening hissiyotimni tushundida menga qizg'in yarulak bo'ldi. Ustamning uyida biz kechsi maxfiy qilich yasashga kirishdik. Kunduzi bilindirmay o'rg'oq, katman, gurjak so'qatdik. Muhammad Shamshar do'lan bo'yicha danglik hunarvan edi. Uning qo'lidan aeroplan yasashdan boshqasi keladi. Uni shunga kishilar Muhammad Parang deb atashadi. Ustam bilan men Zoid beyning harakatini poylab yuratdik. Bir kuni Zoidning yilliqchisi chavar bir kichik balani quchqida ko'tarib do'konga kirib keldi. Uning quchqidagi kichik o'g'il bola Zoid beyning kichik xotinidan tug'ilgan bola edi. Chavar nima uchundir bugun gulqaqalar ichilib, boshqachalar xushal edi. Bugun ro'y holidan bo'lakchi-ku chavar. Bagdadansini qulluqdan ozod qildim nima? Ustam ma'nilik qilib yilliqchidan so'radi.
Yangi chiqqan naqshni anglamadinglarmi? Sizlar texi uxlab yuramsizlar? Bu naqshni anglab hamma dehqonlar xushal bo'lishyotidi-ku. Naqsha bu yerga yetib kelgandan keyin bey bilan ambal putko'yga to'g'idek izda turolmay qilyotidi. Chavarning javobidan keyin ustam bilan men qo'limizdagi ishni vaqtincha to'xtatdik-da, chavarni yana gapga soldik. Qaysi yangi chiqqan naqshni deysan? Bey dadang bilan ambal nimishqa bu naqshdan urkib ketishdi? Men chavardan gap qo'shlash uchun fikrlab so'radim. Chavar so'z bilan javob berishning o'rniga avval yangi chiqqan ochil gul ochilmasang gul qayda degan turpan qumul dehqonlar qo'zg'olonchilarining naqshini unlik aytib ketdi. Uning ovozi bek yaxshi edi. Ustam Muhammad Shamchar naqshini anglab xuddi simobdek eribda ketdi. Meningmi ko'zimdan ixtiyorsiz yosh to'kilishga boshladi. Bu naqshini dedi Chavar. Naqshini aytib bo'lgandan keyin o'zining ovoziga mast kelib va maqtanib, men nurg'un kishilarga aytib berdim, lekin bek akam menga azor berib, ikkinchi bu naqshni aytib yurguch bo'lma, tilani kesib tashlayman deb qo'rqitdi. Hozir anglasam, ambal mushu naqsh chiqqandan keyin bu yerdan qochib ketadigan bo'ptidek. Bek akam kunda yağmurga yo'rg'ilab yurdi. Ambalning yiqqan oltin kumushlarini bir temir sanduqqa qachlab qo'yibdimish. Bek akam harva tayyorlab qo'ydi. Ambalni qo'g'dab oqsug'icha uzitib qo'ydiga o'xshaydi. Chavar so'zlayotganda ustam Muhammad Shamshar menga ma'nilik bir qarab qo'ydi-da, ondan darvoza sirtiga chiqib, talar tuzini bir qur ko'zitib kirib Chavarga yana "Bu naqsha sana nima xushallik keltirdi?" deb savol qo'ydi. Chavar ustamning bu savoliga ancha tilg'ul bo'lmasdilla javob berib, "Az kunda jahon ola to'plan bo'ladi. Bek akamning kichik xotini menga qoldi-da", dedi. Ola to'planda bek akam aman qolsa-chu, baribir uning kichik xotini hozirmi meninggu. Bek akam shuncha ko'p xotinlarga mana qaranglar, bek akamning kichik xotinidan bo'lgan mavi harmining qo'yib qo'ygandek menga o'xshab turganini. Shundaqmi o'g'lim? Chavar Quchqitki Zoid beyning kichik xotinidan bo'lgan o'g'il balaning ikki mang'iziga yondirishlab qo'yib qo'yatdi. Bala bo'lsa Chavarni so'ydirmay qo'li bilan ittiratdi. "Chavar", dedi ustam agahlantirib, "o'zingga paxas bo'l. Bu balaning aksi anglab qilib, jajongni berib qo'ymasin. Qaysi kuni anglasak toza dumba yapsan-ku." "Dumba yesammi qarchaliq", dedi Chavar yanada tan bermay. "Aksimi mening o'g'limgu axir. U meni urib olgandan keyin men tomning tuyiga berib asta ovoz bilan 'Senmi mendan bo'lgan-ku harmi?' deb rosa tillab dardimni chiqarib oldim. Apsi urushqinimizni anglab menga xafa bo'lma, Chavarjinim, lekin serimizni oshkor qilib qo'ysang sat bo'ladi. Ikkimiz ichimizda bilsakli bo'lmadimi?" deb menga tasalli berib qo'ydi. "Qandaq bo'shmikanman?" Harvikesh hikoyasidagi so'zlarni shunchalik mohirlik bilan tasvirlab berdiki, ig'ir tabiatlik turdi Hüseyinning to'liq kulib uchaylari uzilib ketay deb qoldi. Lutfulla mutallib bo'lsa, Uyg'ur yallanma dehqoni Chavarning obrazini adib Lushinning Akiyu Javning obraziga o'xshatib, Uyg'ur akiyalarimi oz emas ekan deb o'yladi va Harvikeshni so'zga yetaklab yana "Oxirichi Qurbon aka" deb savol qo'ydi. "Biz Chavarning xuy paylidan", dedi Qurbon qilib so'zini davom qilib. "Uning og'zida po atadigan, lekin qo'ldan ish kelmaydigan nadon bechora ekanligini bilib oldik-da, uningga ichtirimizni aytmaslik qaroriga keldik. Ammo Chavar 3 kundan keyin do'konga kelib Zoid bey bilan ambalning oltin kumushni besib yarim kechada g'oyib bo'lganligini bizga aytib yaxshi ish qildi. Biz o chog'da Shamshardek 4 qilich 2 miltiq so'qib tayyorlab bo'lgan edik. Bizga ot kerak bo'lib turadi. Biz yanala Chavar orqali Zoid beyning xotinidagi otlardan tanlab akitishni qaror qildik-da, gugum tushishni kutib, ustamning ichkarki uyida qo'rsoq to'yg'izib o'ltirdik. Ustamning darvozasi ichidan iliqlik edi. Ushtum tut otning oyoq tovushi anglandi va uzun o'tmayla darvoza qattiq urildi. Falokat bosdim nima? Naschilik yuz bermisi bo'ladi-ku", dedi ustam Muhammad Shamchar va asta o'rnidan turib, tashqirqi ho'yla chiqib darvozani ochdi. Menmu keyindan chiqib qorong'uda marlab turdim. 3 otliq yosh dehqon ho'ylaga otdan tushmayli kirib keldi-da, ulardan biri "To'mirchi Muhammad Shamchar siz bo'lamsiz?" barqirab so'radi. "Xo'sh, men bo'lman", dedi ustam.
Ular tangla atdan tushdi. Ularning ikkisi otlarini tutib hovlida qoldi. Gap so'ragan yigit ustamning taklifi bilan uyga kirdi. O'choq beshda qop-qora maylashib ketgan jinchiroq pildirlab yinib turadi. Mehmon yigit amdila 20 yoshlarga to'lgan, qovul, qanşarliq, qaraqash, o'ttir bo'y, giroy, jiddiy qiyofatli ko'rinadi. Yiniga esib olgan xanjiri ko'na yirtiq g'ilaq ichidan yaltirab turadi. Ustam mehmon oldiga hijr qachida suv qo'yib, bir parcha nonni o'shdida mehmonni taklif qildi. "Rahmat", dedi mehmon chaqqonlik bilan o'zirxohlik bildirib va arqidilla. "Men 90lik", dedi u muloyim va o'tkir ko'zi bilan bizga tikilib turib. "Kamal Qaran degan terichi odamning o'g'li bo'lman. Isyon ko'tarib keldim. Isyon nayza qilish bilan bo'ladi. Sizlarni usta to'mirchi deb anglab kelyapman", deb maqsadini bayon qildi u. "Bizga bir qancha qilich o'qib bera olamsiz?" 90lik yigitning bu savoli ig'izdan chiqib bo'lg'icha usta Muhammad Shamshar necha kundan buyon ishlab tayyorlab qo'ygan hiliqi qilich va miltiqini mehmon yigitga taqdim qildi. Mehmon yigit qilichdan birini qo'liga oldida cho'ng barmoqining tirniqini qilichining besiga qattiq chekdi. Qilichning besidan xuddi jonon chinidek jaranglagan ovoz chiqib ketdi. "Parang ustam, otangizga rahmat." Mehmon yigit ustamning hunarini yuqori baholadi va orqadanlar bizning maqsadimizni surishtirishga boshladi. Biz maqsad mudoyimizni ilib qolmay, mehmonga ich bag'rimizni tutdik. Mehmon yigit qaqoqlab kulib turib, "Barakalloh, yaraysizlar. O'g'il bola ana shundoq bo'lishi kerak. Bu ishga men qatnashay. Yuringlar amsa", dedi. Yigitning bu so'zlarini anglab, xushalligimiz ichimizga sig'may ketdi. Biz bir necha non, bir ikki qapoq suv ilib tayyorlandik. Ustam bilan menga ot yo'q edi. 90lik yigitga otni Zoid Beyning qo'tindan olmoqchi bo'lgan planimizni ma'lum qildik. "Yaxshi plan bo'pti", dedi 90lik yigit. "O'zini o'z qo'li bilan boplash kerak." Shunday qilib, biz ustamning uyidan qo'zg'alib Zoid Beyning qotiniga borib, chavarni qichqardik. 90lik yigit chavarga ot to'qib chiqishni buyurdi. Chavar hayt-huyt degicha ikki arg'amoqni to'qib chiqdi. Arqadan mehmon yigit darhol yana: "O'zingga bir ot to'qib chiq, do'stim. Senmi bizga sabdosh bo'lishing kerak", dedi chavarga. Chavar bu so'zni anglagan hamon birdilla lag'ilda titrashga boshladi. U aranla javob berib: "Men sizlarga toza sabdosh bo'lg'im bor. Men bir qul, yilliqchi edim. Yaqinda "Ochilmasan gul qayda" degan naqshni aytib dehqonlarga tashviqmi qilib yurdim. Lekin xo'jam menga marhamat qilsa, endi qandoq qilay?" dedi. "Qulning tarishdan nimasi bor? Ha, endi nima desam bo'lar? Rostini aytsam, bey dadamning kichik xotini." Chavar so'zining ayg'ini deyolmay duduqlab turib qoldi. Ustam Muhammad Shamshar hamma ishdan xabardor bo'lgani uchun 90lik yigitning qulliqiga pichirildi. Shuning bilan biz chavardan ayrildik-da, yo'limizga ravon bo'ldik. Ambal bilan Zoid Beyning oldiga o'tib olish uchun tetir dashtlardan chig'ir yo'llarni besib shunchalik tez mandikki, otlarimiz qanotliq tulpardek uchatdi. Tong suzilish oldida Fayzobodning sharqidagi Qovulning ko'vriki degan joy bilan Maralbeshning Qaraqarichin nomli dashti bilan o'ttirsidagi qumliq ichida qochqonlarni kutib oldik. 90lik yigitning buyrug'i bilan Ambal va Zoidbek xuddi mulla mushuk bo'lib harvadan tushdi. 90lik yigit ikki sabdishiga buyruq qildi. Ular Muhammad Shamshar bilan men so'qqan qilishni ilib bu ikki mal'unni qumliqqa opirib jahannamga uzib qo'ydi. Qurbon qilich hikoyasini mushu yergacha so'zlab kelib, go'yo uzun yillik dard tuguni yechilib, yurak pig'oni chiqqandek bo'lib, erkin nafasda bir uf tortib oldi-da, xushalliqida yana mo'qurga o'rab chekishga boshladi. Quyosh arg'i buloq tig'ining g'arbiy cho'qilari orqasiga yo'shirilish oldida turadi. Lutfulla bo'lsa Harvikashning ko'ziga talmirib hikoyani davomlashtirishga bishorat beradi. Qurbon qilich qilcha e'tiroz bildirmasdan hikoyasining oxirisini yana qiziqib davomlashtirdi. "Intiqom burchimiz ado bo'lgandan keyin 90lik yigit bizga xitob qilib, otlar aram ilib olsin. Atrofimiz tip-tinch. Biz xotirjam choy ichib olaylik", dedi. Biz bir tuzga yig'ilib, chambar bo'lib o'ltirdik. Qapoqdagi suyimiz bilan nenimizni yeb oldik. 90lik yigit o'zini bizga tanishtirib, jaranglik so'zlashga boshladi. "Mening ismim Abduniyaz Kamal.
Toqsun bazarı Aqtaş mahallesida yetimlikda cho'ng bo'ldim. Kichkimda onam o'lib ketgan ekan. O'gay onam qarlab, uydan qo'g'linib, ko'chada qoldim. Aqtashdagi madrasada ozroqla o'qib, ondan yoz kunlari otamga yordamlashib, teri aylashni o'rgandim. Qish kunlari Toqsun bazarining shimol tarafidagi top atar xo'jam o'stingidan Maltaxta suv to'shib, boylarga suv yetkazib berib, jon saqlab yurdim. Oilam namrat, ya yerimiz, ya uyimiz yo'q edi. Men suv sepib yurgan chog'larimda yeshim 13-14larda edi. Mening bilan billa suv to'shib sotadigan namrat bolalardan Hidoyi, Safar, Vanglayular yaqin do'st og'inlar edik. Bir kuni o'standan suv ko'tarib kelyapsa, raqib Geyjangning chiqimchiligi bilan Li Shungan degan saqchi to'qmoq ko'tarib kelgan peti og'inam Safarni urib, bosh ko'zni qon qilibdi. Safarning jinoyati ochil ochil gul ochil, ochilmasdan gul qayda degan naqshni varqirab, xalqni qo'zg'amoqchi degan batnomdan iborat ekan. Men og'inam Safarning qonga milinib yerda do'milib yotganiga zodila chidab turolmadim-da, Li Shunganni bir mushtdil urib, tikmollab tushiribdim. Arqadan u ko'tarib kelgan to'qmoqni tortib olib, beshiga bir solsam, kallasining qoq o'tirisidan teshilib, shapkasi ustidan qon shurqirab eqishga boshladi. Yaylar, gundupaylar yetib keldida meni bog'lagan pati yomg'irga solibdi. 3 oydan keyin men kechida yomg'irni teshib qechib chiqdim. Nisbiy shab bo'lgan chog'da og'inam Hidoyini boshlab, Guchungda jang qilib turgan Turpan Qumul dehqonlar qo'zg'algan qismlarga qatnashdim. 17 yoshimda bir qancha cho'ng janglarni beshimdan o'tkazdim. Bugun oqshom yana sizlar bilan jang maydonida sabdash bo'lib konuşganim uchun intayin xushal bo'lyapman. Abduniyaz Kamal so'zni amdila tugatib, qapoqdan o'tilditib suv ichib Ushtumtut Maralbeshi Shaqur tarafdan nurg'un otlarning o'pirlab kelayotgan oyoq shapsi anglanib qoldi. Biz Abduniyazning buyrug'i bilan qurollandik va tezlikda mudofaa liniyasi tuzdik. Abduniyaz chaqqonlik bilan Muhammad Shamshar yasagan beldanka miltiqni qo'liga ilib, shab kelgan tarafni qarg'a ilib tayyorlandi. Qolganlarimiz qilishlarimizni yalang'ochlab buyruq kutdik. Maralbeshi tarafdan qarovulga chiqqan 10 nafar chirik bizni farq etolmay, oldimizga udul va yiqinlar kelib qolgan edi. Abduniyaz bir pay o'q bilan ikki chirikni domlatqizibdi da, qolgan chiriklar hamrohlarining o'ligini tashlab qochdi. Biz qilishni ko'tarib otliq qo'g'ildik. 10 kilometr oraliqda chiriklarga yetishib oldik. Muhammad Shamshar so'qqan qilishlar o'z kuchini ko'rsatdi. Biz 10 ot va 10 miltiq o'ljilib o'z joyimizga qaytib keldik. Komandirimiz mening o'ng va so'l qo'limda tangli qilichbozlik qila oladiganimni ko'rib, meni taqdirladi va menga Qurbon qilish deb laqab qo'yib qo'ydi. Arvakash tunugun Toqsunning padisaygan sida Lutfulla so'rgan Qurbon qilich so'zining manbasini hozir izohlab berib bo'lgani uchun shu topda u o'zini intayin yenib hisoblaydi. U qurib qolgan gelini sida qo'yish uchun yenidagi kichik qapoqdan bir necha yutum suv ichdi. Hozir u ajoyib xushal edi. Harva davanning ustiga yaqinlashgan sari yo'ruqliq ilohiy amun g'oyib bo'lib, butun arg'i buloqning ichiga tun pardasi yeyildi. Oyning so'z sho'lisi harva yo'lini aralla yo'ritib turadi. Bugun davandan ishib ketimiz. Qurbon qilich nimishqidir birdilla ichilib ketdi-da, boshqacha zo'qilib arg'i buloq naqshlarini boshlabdi. Naqsha mahiri Lutfulla Mutallib uningga hamjo'r bo'lib, aytishga boshladi. Ularning naqsha sadolari butun davanni zilzilaga keltirdi. Suv beshi arg'i buloq manzili ondan yiroq. Bu zulmning dastidan o'ldi ko'p odam uloq. Bu tog'lar, egiz tog'lar g'iribning yo'lini bog'lar. G'irib o'lsa kim yig'lar? G'iribqa g'irib yig'lar. Naqsha oyoqlashganda Qurbon qilich yana hikoyasining davomini so'zlashga boshladi. Atigan qoq saharda Aqtash saraydan chiqqan chig'imizda men duo qilgan kichik uy ana shu bizning kambag'al komandirimizning uyi edi. U 17 yoshida qilich yalanglatib, mushu davanchilig'isidagi iyiq devisi va qavan devisini qo'g'lab, davandan halqib o'tib, Fayzvatga berib menga yordam qo'lini sungan edi. Bu chog'da u aran 19-20 yoshlarda bo'lib, uning bilan tang dematib keladi. Mushundaq kichik yoshliq bola keyin Shi komandiri bo'lib, 6 shaharning hammasida aylanib urush qildi.
Agar u to'g'ri nishon topa olgan bo'lsa, uning qo'ldan zo'r ishlar kelatdi. Lekin Qurban qilishning so'zi texi oyoqlashmagan edi. Harva tun yarimlarda davondan eshib kumush tarafdagi cho'qqa danga berib tushdi. 5-bob tugadi.